Assalomu alaykum. Mana Qirg'izistonga 360 ta ko'chat chiqarayotgandim. Mana bunaqa kattalaridan ham bor, bunaqa maydalari ham bor. Shu ko'chatlar Qirg'izistonga ketyapti. Bu Qirg'izistondagi shu o'zimga o'xshagan ko'chatchi ulama qiladigan akaga ketyapti. Ulanmagan ko'chatlar. Buni Tuveda turgan bo'lsa, Qirg'izistonga o'tkazish chegaradan tamojnida Tuvedagi turpag'ini xuddi narkotikka qaragandek qarab o'tkazish qiyin bo'ladi. O'shanga ulanganlarini o'tkazib bo'lmayapti. Ko'pchilik Qirg'izistondan nima so'rashadi? Ko'chat so'rashadi. Ulangan ko'chatlarni jo'natib bo'lmayapti. Bor o'sha men berib yuborganlarim ham yo'lda o'tkazib berayotgan bolalar tomirini ochsang, turpag'ini to'kib tashlasang, o'tkazaman deydi. Nimada chegarada ular tomirini ochib bir narsalar qilib olib borib problema bo'lyapti. O'shanga hozir mana shu Tavakkal aka ham bloger, ham bog'bon, dehqon, ulamachi, ko'chatchi aka. O'shanga mana shularni beryapman. U ulab sotadi. Qirg'izistonda o'sha mendan nechta qirg'izistonlik so'ragan, atkaz qilganman, ko'chat yo'q deb. Mana ko'chatlarni misol biratasi 5 ta olaman desa, berib yubora olmayman. Buni puli arzonligiga eshagidan to'qima qimmat bo'ladi. Nariga ulangan ko'chatlar hammasi Tuveda turganiga uni jo'natish problema. O'shaning uchun shu yechimini topdik. Shulardan berib yuborsam, u aka ulaydi. Ulab uyda ko'chat tayyor turadi. Qirg'izistonliklar telefon qilsa menga aytaman, o'shadan borib olishaveradi. Xuddi shu taklif boshqa qo'shni davlatlardan ham shu o'zimizga o'xshagan ulamachi, ko'chatchilar bo'lsa, ishlayveramiz birga, aloqaga chiqaverasizlar. Misol Turkmanistondan so'rashadi, Turkmanistonga jo'natganman ham, u Kogongacha jo'natganman. Undan yog'iga qana olib ketgan bilmayman, o'zi olib kirib ketgan. Xullas hamma qo'shni davlatlarda Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston chegaragacha olib borib beraman. Yog'iga mashina qilib olib ketishadi. Shu. Mana Tavakkal aka, men shu holatda topshiryapman mana ko'chatlaringiz. Uka mana kivilar yetib keldi. Turpoqqa ko'mdik. Qanday qilib maydalarini. Qanday turpoqqa ko'mdik. Mana xudo xolasa buni hozir ekkani vaqt yo'q bu. Hop safarga ketyapti. Bir haftadan keyin kelamiz. Bir haftadan kelgandan keyin 5-10 kundagi garshokka ekamiz. Xudo xolasa inshaalloh ko'karib bersa, narigi yilga avgustdami yo 27-yil bahordami xudo xolasa ulaymiz. Sog' bo'ling, rahmat.